Videoda ben Minecraft'ın en eski lisansını ko'raman. Sizlar esa videoga bitta like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Qanunda biz videoni boshlaymiz. Mana o'yinimizga ham kirib oldik. Mana buni ko'ramiz. Nima bu? Akalar, shu videoni davom ettirishni oldin bu videoga like bosib, obuna bo'linglar. 1K bo'lishimiz kerak. 1K bo'laylik. Qanunda videoni davom ettiramiz. Bu yani ismini qayerdan bo'ladi bu? Yaxshi, bu so'zlamalar. Yaxshi. O'samiz. Millar yo'q kela. Bittasini chelik chiqdi. Kutamiz. Hop. Yo'q kela, shu Minecraft. Oh my god! Nima bu? Qanday chiqaman? Burada yürüp durup sakrab bo'lmaydimi? To'xtab turib sakrab yana yurish kerak. Qaranglar. Invertlarni ko'raylik chiqarmayapti. Shumi? Xolosmi? Kala bitta tuxumlarim yo'q. Sizlarga qanday kerakligini ko'rsataman. Qaranglar kala. O'xshamadi. Ikkinchi raund. Unchalik yoqmadi. Mana qaranglar grafikani. Chiqqan yilga mosda endi. Nima ham berdik? Bitta tugadimi? Boshqacha yo'qmi? Yollosh. Bu menga bu unchalik ham yoqmadi. Vijvani ham faqat tvoretsiyga bergan. Invertarni ham qaranglar, hech nima yo'q. Bizga birorta qarshi ham qo'shmagan. Bunda qanday nima foydasi bor deb o'ylashdi, to'g'rimi? Agar bu o'yinni Minecraft eski versiyalarini yuklamoqchi bo'lsanglar, men buni Telegramga tashib qo'yaman. Telegram esa описаниеda bo'ladi. Kommentariyada ham. Xullas. Mana okalar, men pastga ham olib ko'rdim, temir topdim. Bitta bedrock yo'q ekan. Mana temirni qarang okalar. Qanday qilib temir? Invertlarda yo'q buni temir narxasi, rudasi. Lekin qo'shib tashlagan. Mantiqqa ham to'g'ri kelmaydigan narsalar bor okalar. Tepaga chiqaylikchi hozir. Qaranglar, hozir tepada bitta ko'mir ham bor. Qani yetyapmizmi? Yo'q, bor ekan hali. Tepada men ko'mir ham topdim. Ko'mir. Mana ko'mir. Ko'mirdan boshqa narsami? Ko'mirda bu. Qara, invertlarda yo'q bu ko'mir. Mana. Xullas tepaga chiqaveraylikchi. Bir gap bo'lar. Akalar, men tepaga ham chiqib oldim. Endi bitta uy qurib ko'ramiz. Qani endi bu yog'iga shu uyni qurishni boshlayapmiz. Endi bu yog'iga videomiz ham bunday tezlashib ketadi. Qani 1 2 3 hop, mana tezlashni boshladi videomiz ham. Qarunda uyni quraylikchi.
Akalar mana uyni ham qurib oldi, endi shunday dekoratsiya ham qilish kerakchi. Mana mashinalar ham unchalik yaxshi yoritmas ekan. Bu ham menga unchalik yoqmadi. Ha bir eshik bor. Boshqa narsa bor. Bu olmos profil bu. What the fuck? Bu oltin blok mu? What the fuck? Nima bu? Bo'ldi. Videomiz ham shu yerda yakunlanadi.